Assalomu alaykum, Qaraqalpoqcha kino olamini ixlosi bo'lak do'stlar. Sizlar bilan birga kino shou rubrikasi. Bugun qaysi film haqida so'z etmoqchi ekan deb o'ylab o'tirsizmi? O'ylay bo'lsa, videoni oxirigacha ham tomosha eting. Qaraqalpoq aktyorlari rol atqarib, milliy qadriyatlarimiz, mehmondo'stlik ham xalqimizning sadalig'ini tereң sug'arilgan Qaraqalpoq xalqining birinchi milliy kinosi. Albatta, bu barchamiz bilgan Tanka filmi. Tövbe. Şakallığı özüme tartqanda. Tek yağda köpürüm görse azıcık küçük boluvergeydi. Yapmayın da. Film 2002 жылы suratga olinib, 2003 жылы 1 fevral sanasida premyerasi bo'lgan. Filmda bosh qahramonda barcha sada, aqko'krak, hazilkesh obrazida savlalangan Shamrat O'temuratov deb biladi. Biroq ular emas. Negizinde filmning bosh qahramoni Tanka. Ya'ni filmda Shamrat otaning qizi Ayjamalga Tanka rolini atqarib bergan xalq artisti obrazida savlalangan Bahodir Murodov. Deganmen xalqimiz Shamrat O'temuratovni bosh qahramon sifatida qabullagan. Qaraqalpoq xalqining yozuvchisi Muratbay Nizanov o'zining Qadiriya adli gurungi tekarida filmning telepostanovkasini yozadi. Ssenariy bo'yicha dastlab filmda xalq artisti obrazi uchun ustoz komik aktyor Ergash Karimov tanlangan edi. Biroq u filmga tushishdan bosh tortadi. Buning sababini so'raganda, men filmga tusha olmayman, odamlar meni maqtanchoq bo'lib ketibdi deb o'ylashi mumkin deb javob qaytaradi. Solay etib, xalq artisti Bahodir Murodov rolini Qaraqalpoq xalqining birinchi kino aktyori Qutbay Abdurimov saylanadi. Filmda Bahodir Murodovning Gezekdagi avul xo'jaligi texnikasi mekemesi boshlig'ining oldina tushib borgandagi avtovaz mekemesi boshchisining odan balasining to'yina Raj Kapurni chaqirib beruvini o'tinish etgan syujeti barchamizga tanish albatta. Raj Kapurda kelib berasiz. Raj Kapurni? Qiziq tarafi ssenariy bo'yicha ol Alla Pugachova edi. Biroq ko'rkamlik kenges tarafidan ol Raj Kapurga o'zgartirildi. Filmning yana bir tomoshabinlarga sirli tarafi Shamrat otaning teatrga borganda yamiga xulos sahnasi barchamizga tanish albatta. Negizinde yamiga Shamrat ota emas, kaskadyor qulag'anini siz bilmadingiz? Avval durust esdingiz. Sebebi Shamrat otaning den sog'lig'idan qovutilangan duritishlik jamoati yamiga kaskadyorni qulatuvdi ma'qul topadi. Film syujeti Shamrat otaning qizining diplom жұмысы uchun avuldan qalaga Tanka izlab ketuvi tekarida Qaraqalpoq xalqining minnetkeshligi, ulkan kishiga hurmati, milliy qadriyatlarimizda sada, kengpeyil ham hazilsevar xalqimizning turmushidan komik tarzda ashib bera olgan. Film rejissyori Turiniyaz Qalumbetov Qaraqalpoqning nesi bor atli Larisa Moskalyovaning atqaruvida kompozitsiya bo'lsa soundtrack sifatida qo'llanilgan. Takrar ko'ruga itarmaydigan, zeriktirmaydigan, xalqimizning yurak to'ridan ulkan o'rin olgan Tanka filmini sizda tomoshaladingizmi? Ham bu filmga fikringiz qanday? Kommentariya bo'limiga yozib keting. Sizlar bilan birga Dilafruz Kengizbayeva ham kino shou rubrikasi bo'ldi.